Xuddi shu kolyaskamiz 550 ming desam ishonasizlarmi? Videomizga like bosib, shunaqa kolyaska qidirib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Aka, bu qanaqa yig'iladi? Bitta ko'rsatib beraylik. Bu yig'ilishi mana bitta knopkani shunday bosasiz. Aha. Knopkasi turibdi. Tushunarli. Shunday bosib turib, oldiga ruchkasini shunday tashab turib, Aha. ixchamligini ko'ryapsizmi? Tayyor. Mana. Endi bitta Ochilganda shunday o'zini ko'tarasiz. Hech qayerda bosish shart emas. hozir necha kilo aka bu? O'zini og'irligi uzog'i 4,5 kilo. O'zi 4 kilo ham chiqadi bu. Ayol kishi ko'tarsa ham bo'ladi, maktab bolasi ham ko'tarsa bo'ladi, shunaqami? Bemalol ko'tariladi. Qoyil. Alyumindan yasalgan. Bu yotish sistemasi. Xohlasangiz o'tiradigan sistemasini qo'ysangiz ham bo'laveradi bu. Mana. Bu o'tiradigan sistema. Bitta knopkani o'zida, mana knopkani bossangiz, uni xohlagan o'rningizga qo'yaverasiz. Yotqizsa ham, turg'izsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Buni ertaga yoz paytlarida havo kiradigan qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Aha. Buni yozgi va qishki variantlarini ham qilsa bo'ladi, shunaqami? Bemalol. Komplektda nimalar bo'ladi? Zimniy chexoli bo'ladi. Ha. Oyoqni o'rab qo'yish uchun. Oyog'ini polni yopib qo'yish uchun zimniy chexoli bo'ladi. Yana nimalar bo'ladi? Butilka qo'yadigan idishchasi bo'ladi. Bunda sut ichadi-da bolalar. Bemalol. Qoyil. Niyat qilgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yasizlar. Narxi 550 ming so'm. Hozirgi joylashuvimiz Toshkent shahri Abu Sahiy do'konda. Akalarimiz telefon raqamlari pastda bo'ladi. Faqat akalarimizda bu variantimiz. Har xil turdagi, har xil rangdagi variantlar bor. Bu yoqda qaranglar, shunaqa pardali variantlarni ham. Aka, boshlang'ich narxi necha pul? Bularimiz 3 milliondan boshlab ketaveradi kravatlarimiz. Sifatiga qarab ketaveradi. O'ziga, sifatiga qarab bemalol ketaveradi. Bularni xohlasanglar o'zlaringiz olinglar, xohlasanglar o'zlaringizga olinglar, xohlasanglar sovg'a qilsanglar ham bo'ladi.